Xalq deputatlari Uch tuman kengashining 20-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda ko'rilgan masalalar tafsiloti muxbirimizning hozirgi lavhasidan o'rin olgan. Bugun deputat xalq vakili sifatida o'zi saylangan okrugdagi saylovchilarning ishonchini qozonish, joylardagi muammolarni aniqlash, bartaraf etish, odamlarning taklifi, tashabbusini tinglab, islohotlar samarasini ro'yobga chiqarishda faollik ko'rsatmoqda. Aholini turmush tarzini yaxshilash, kambag'allikni qisqartirish, aholini uy-joy bilan ta'minlash hozirgi kunda bu dolzarb masala bo'lib turibdi. Tuman kengashi alohida yig'ilishlarimizni ham muhokama qildik. Ijobiy hal bo'lyapti. Mutaxassislar jalb etilgan maqsad xalqqa xizmat qilish. Xalq deputatlari Uch tumani kengashining navbatdagi sessiyasini kengash raisi Gavhar Hakimova boshqardi. Unda tumandan saylangan xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, tegishli mutasaddi tashkilotlar, idoralar rahbarlari, siyosiy partiyalar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashdilar. Dastlab deputatlar sessiya kotibi kun tartibi va ish reglamentini tasdiqlab oldilar. Shundan so'ng birinchi va ikkinchi masalalar bo'yicha tuman hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha birinchi o'rinbosari hisoboti tinglandi. Uychi tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi ma'lumotlarda tumanda aholi turmush darajasi va yashash farovonligini oshirish uchun bir qator ishlar olib borilayotgani, sanoat ishlab chiqarish quvvatini oshirish, xizmatlar salmog'ini kengaytirish, qishloq xo'jaligi qurilish, tadbirkorlikni rivojlantirish, bandlikni ta'minlash masalalari bo'yicha vazifalar ijrosi bandma-band tahlil etildi. Sessiyada shuningdek aholining hamjihatligini oshiruvchi tashabbusli byudjet loyihasiga ajratilgan mablag'larda unumli foydalanish haqida deputatlarga hisobot berildi. Ma'ruzachi alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan shu turdagi mahsulotlar realizatsiyasi uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini oshirish to'g'risida ham hisobot berdi. Har ikkala masala bo'yicha deputatlar o'zlarini qiziqtirgan savollar, faoliyatda uchrab turgan ayrim muammolar haqida o'z fikr mulohazalarini bildirishdi. Tumandagi barcha deputatlarga hozirgi kunda aholini muammolariga, tuman iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishiga befarq emasliklarini, aholi bilan birjon bo'lib harakat qilishayotganlarini o'zimiz ham ko'rib turibmiz. Aholida aniq ega kesimli muammolarni manzilli borib o'rganib bizlarga ham yetkazishadi. Biz ular bo'yicha ham ishlaymiz. Doimiy komissiyada bo'lgan muhokamalar ham u deputatlarni qanchalik ko'proq aholi bilan ishlayotganligiga guvohi ham bo'lib turibmiz. Bugungi hisobotim doirasida ham deputatlar bilan birgalikda juda ko'p savollar berildi, muzokaralar qilindi, birgalikda bahslar yuritildi. Barcha yo'nalishlar bo'yicha deputatlar bilan gaplashib, muhokama qilib olindi. Sessiyada Uychi tumanida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari va muammolar bilan ishlash holati to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Qayd etildiki, 2026-yil birinchi choragi davomida 1027 nafar fuqarodan 1216 ta murojaat kelib tushdi. Murojaatlarning 320 tasi ijobiy hal etildi. 520 tasiga huquqiy tushuncha va ma'lumotlar berildi. Qolgani tegishli tashkilotlarga ijro uchun yuborildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ko'p qavatli uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan Uch tumanida amalga oshiriladigan ishlar haqida tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik bo'limi boshlig'ining ma'ruzasi tinglandi. Markazlashgan issiqlik tarmoqlariga ulangan 1032 ta ko'p kvartirali uyning energiya samaradorligini oshirish, debitor qarzdorlikni kamaytirish, og'ir holatdagi ko'p kvartirali uylarni bosqichma-bosqich yaxshilash, bolalar maydonchasi barpo etish, irrigatsiya tarmoqlarini sozlash, yo'llarni betonlash haqida deputatlar ham o'z fikrlarini bildirishdi. Ikkinchi Obod saylov okrugidan saylangan deputatman. 13 mingdan ortiq aholi bor bu hududda. Ularning muammolarini hal etishda mana shu vakolatlarim menga yanada keng yo'l ochib beryapti va mana shu jarayonlarning keng shaffofligi, ochiqligi menga yanada katta kuch va g'ayrat beradi. Tuman kengashi deputati sifatida xalq bilan birgalikda ularni dardi, muammolari bilan yashayman va ularni hal etishda o'zimni hissamni qo'shsam, o'zim baxtli deb his qilardim. Sessiyada shuningdek, davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan 2025-2030 yillarda bolalar saratoniga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorini Uychi tumanidagi ijrosi yuzasidan tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'ining hisoboti tinglandi. 3-18 yoshli bolalar o'rtasida o'tkazilgan skrining tekshiruvlari natijalari, unda aniqlangan bemorlar salomatligini tiklash bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida
haqida ma'lumotlar berildi. Deputatlar bu borada aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam samaradorligini oshirish yuzasidan fikrlari, tashabbuslari va takliflarini berdilar. Sessiyada Prezidentimizning maktabdan tashqari ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini tumanda ijro etilishi bo'yicha axborot tinglandi. Bu borada olib borilayotgan ishlarni takomillashtirishga doir takliflar o'rtoqlashildi. Sessiyada an'anaga ko'ra o'z saylov okruglarida tashabbuskor sifatida faollik ko'rsatayotgan bir guruh deputatlar va doimiy komissiya a'zolari kengash tomonidan tashakkurnoma va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Shuning bilan xalq deputatlari Uychi tumani kengashining 20-sessiyasi o'z ishini yakunladi.